Do'stmat bachim, ayoldan agar joynamoz sana uzatda, menga bering qolma. Kalang namozni o'zing bilasan-ku. Hozir qilaman, shayx bo'lganman, namoz o'qiman, Xudoga shukr. Xayr bo'lsin, jonim, rahmat. Pechinangiz qancha sho'r ekan sizni? Nom Xudo ishlab meni Xudoni aytganim xolos qilib keldingiz. Nazır qilmaysan, Baxayr borib keldingiz, Xudoning baxayr olib bersin. seni maxay qo'shqig'im bilan Iloyim. mesajib faqat shu masrafingni topin. Bir ajbar ketang bo'ladi. Yaxshi gap. O'zingni yeringdan bir yer sotqin. O'zing yeringdan, o'zingni haqing. O'zingiz qondan bir yerda sotqin, majbur kelgin. Sen hamma mas'uliyatini xolos bo'lgan. O'zi uylantirgan sen. Boshqa qaysi mushkuling yo'q tag'in. Ha. Faqat bir ajib farzand qoldi. Shuni gardangdan xolos qilgan. Bular meni qara, Umidi bormiz. men mana shu shunga yarasa bu dijon bor edi. Shuni bordim, ajib xolos qilib keldim. Xonangiz obod. Shu ko'p foydasi bor ekan. Men mana shu bir oyog'im ko'p oyoq og'ridim, bordim shu yoqqa. Yaxshi bo'lib ketdi o'zim. Hali Hey nomi Xudo. hisob bilinmaydi. Shunday bir yengil mamlakat ekan nomi Xudo. Mardim behad ko'p ziyod borgan ekan. Yaxshi joyda. Yaxshi Xudo joyda. mana hammani olib borsin. Hammam orasiga yetishdim. Avzamda mo'yda xo'p maktam davoda o'zi. Aya bir shoqdan shovzamdan olib keldim. Shovzamdan xiyla ko'p kelman. Hey nomi Har Xudo. qancha ichib ketaver kelib. Mana ishdik biz. Filan to'ldirib ishdik. Yaxshi biz ham xush bo'ldik. Sizni Xudovan ajringizni qabul qilsin. Voqean bir ojiz nimkal odamman Xudovonni dargohiga sizni nimangiz qabul bo'lgan ekan, hech kim umidi yo'q edi. Bir g'arib odam edingiz, siz ajboratda. Xudovon o'zi kashf qilgan ekan xonasiga borib keldingiz. Valla mardim hayron qoldi. Hali shu har kim Xudovonni damonni makam qilsa har kim inshaalloh boradi, hammamiz umidimiz bor. Mana shu bir to'pay nachiz afkamadingiz mardimga ibrat bo'ladi. Bir andak kam tunisam mardim ham shu jo'nab borib kelaversa bo'ladi ekan. Meni illa shuncha imkoniyat bor. Hali bir xillar Ana mardni qarang. Masalan, bir hajni esasini masraf qiladi. bo'ladi. Uyga masraf qiladi, bir hajni Bir esasini. jirib yer, masalan, bir ham narxa paysasi yo'q, havas qiladi. Bir jirib yer sotsa hajga borsa, bir jirib yerda sovg'atga joynamoz tasbihga ketmasa Shuni bo'lmaydi. masraf qiladi. Hal mana shu yerga ba'zi ajlarda ko'ramiz, birodar, karapashi ziyod, bilan tovar xush bo'lib kelib, bilan g'arbira g'ajini oltam, uni aytib bilishma, olib kelgan yo'q endi, bir ham gapini ham urib ketadi. U nima osmon to'qti nima parvoga bor. Xudovan siz ajringizni qabul qilsin. Do'stmat bachim, bugun vaqtimiz. Hoji Temur hojidan kelibdi. Tushuningmi? Hoji umra qilgan edi, hoji farziga borib kelibdi. Qattiq boramiz. Qoringa ham non jegarim jo'roqqa. Ko'pisa bilan sho'rtaba, murtaba degan deyalik bilan mostava qilmosa. Uyda joynamoz, maynamoz ham keldim. Oraya qapib borishib ziyorat qo'ya borib. Bo'pti, boramiz. Shu bugun men 7 hojda borib, 7 joynamoz oldim, ha? Bir tasini ovishib yeb, qayta ovishib oldim. Do'stmat bachim, ayoldan agar joynamoz sana uzatda, menga bering qolma. Kalang namozni o'zing bilasan-ku. Hozir qilaman, shayx bo'lganman, namoz o'qiman, Xudoga shukr. Bo'pti. Rafiq mehmon piyman qilib ekan. Men shuni to'yib turman, zamzam sudan ichib boray. Bo'pti. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sualingizda zamzam. Qibla qat buni. Qo'llar shu Yoqda. boshqa. Baqa qarang. Naqd qilish bilan non berma. Kelin quyib bering. Yo'q. Bola qancha yesa odam to'ymaydi. Ichib ol. İçisme. Xalas. Nam qilib yaxshi barobar ekan, ha. Hoji qiga hoji. Hozir shuni meram bo'ladi. Do'stga. Qo'rqash bilan shu bilan. Nima? Sen qani boryapsan?
Assalomu alaykum. Yaxshisizmi? Yonimga yurma, sizlar yaxshimi? Qanday istavajon, baxay bo'lsin. Yonimga yurma, sizlar yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshimi, ojuva? Baxay bo'lsin, yonimga yurma, sizlar yaxshimi? Pechinangiz qancha sho'r ekan sizni? Ke qana do'stlar? O'tiring qara. O'tir. Bular mehmonlardan keldi. Yo'q, o'tiring. Oysep, hojingiz, qilgan savobingiz, qilgan ziyoratingiz Xudoning qabul qilsin. Qo'zinda bana salomat bana, muvaffaq bana tashakkur qiling. Mana olaveringlar. Olaver. Oysep zamona tag'ir qilgan Arabiston xurmasi ham tag'ir qilib qo'ygan, nimasi xurmaman? Arabiston xurmosi emas, bu mana o'zimiz oli. Vatani bo'l. Ha, hadma bak ichi qip qizlar ekan, men aytdim, "Qay Arabistonni olsam shuni tag'ir qilib deyapman." Oysep, qanday bo'ldi bu? Baxay borib keldingizmi? Bidun takliflar, baxay qanday havo issiqmi, sovuqmi yo'qlar? Shunga ko'p yaxshi edi. Vaqa bexilmishli jo'g'ad. Shundan bir oyog'i o'rin bola, shuram shaqa yaxshi bo'lib ketdi. Yo'q a. Ha, shunday bir jengil. Oysep, shu meni aqlimdan duo qilingiz bajo, rasul aka. Shunday yaxshi bo'ldi, gulgulzor bo'ldi. Meni aqlimdan duo qilingiz bajo. Behi ko'p ziyod. Hamma mard bir sanga emas, tamom mardga duo qildim. Qachonchi mening belim og'rigan edi, bola yaxshi bo'lib Xudo shukr. Inshaalloh yaxshi bo'ladi, Xudo shukr bo'lsa yaxshi bo'ladi. Xo'p. Ha, Oysep, qay bizga bir duo bering. Bozam Xudoning nekim muborak qilsin. Amin. Shunday bo'ladi. Salom. Qolganga ketdilar. Ketdik, biz boraylik. Mushaga bir 5-6 ta hoji tag'in boshlarni ham bir ziyorat qilib borib. Shu bugun bekor ekanmiz aya. Yaxshi bo'ladi. Do'stlar, aytdim hojilar, kelayotgan vaqtni bilmaydi, qo'y. Bilmaydi vaqtda yerda kelib, yerda gapsiz bilan kujur bo'lmadi, ne pik. Xudo bizning xayr, salomat bo'ling. Shu do'stlar, bachim, shu bir narsa berarmisan, nima masalan shojga borib, ha? Bedar, ayni qayerdan shosh surinib kelasan-ki, ben umid tortib bir joy namoz beradi, ne joy namoz bor, bedar bir qori olim ham biz jo'natib yubordi. Bilam hoji bo'lamiz shu sazg'a. Siz ana Xudoga katta hoji borib bedar bizni qurovimizni jo'natyapti. Oysep mana so'yib boryapti mana. Ishtima bermayapti. Mana janglarmi? Ha. Aytib ko'yha. Baqirib ber. Do'stlar, bajim qichiryapti. Qaysi savol muhim emasdan, shoshilib turib keldi, og'zini ochilib turib keldi. Bir boryapti, ha? Ko'psi boryapti. Ko'psi joy namoz bersa. Oysep sizlardan kesin iyi. Merhabalar. Ha, tag'in qichiribdi. Ha, bora merhabalar Oysep bo'ldi. Do'stlar, aytdim, qaysi narsa beraman o'zim. Assalomu alaykum, Oysep. Va alaykum assalom aka. Mana o'tir. Keyin polvonjon o'tir. Bo'ldi sen ham o'tir. Xo'p, ukam. Oysep bizni qichiribsiz ekan? Aya, men qichirgan shularda. Men haj borib keldim. Faqat Xudoning gapini xalos qildim. Ha, mashallah. Aya, Xudoning gapini xalos qildim. Men nomim uchun haj borganim yo'q. Men shuncha imkoniyatim bor edi. Faqat Xudoning aytganini xalos qildim, haj borib keldim. Boshqa men mana bunday qayda qarib hajim yo'q. Sovg'atim ham yo'q esa ben mardimga bersam. Yo, yaxshi ish emas. Masrafi bejo yaxshi emas, ha Oysep. Aya. Shuning uchun qarab men mardimga zarratim ham yo'q. Men bitta hoji demayman. Ha. Mardim uchun hoji qilganimcha o'zim uchun qilganman. Xudoning gapini xalos qildim. Ehtiyolan hoji deysizlarmi, demaysizlarmi? Ana u sovg'at-mog'atim yo'q meni. Yo, xayr ko'ring Oysep, yaxshi ishora qildingiz. Mardim birinta bordan ko'rmagan shu joy namoz uchun keladi, xo'may. Shu yaxshi ish emas Oysep, aya. Shu masrafi izofiy nima bakashol. O'zlaring ushoradan turib bu. Xayr ko'ring Oysep. Aya biz faqat shuncha gap edi. Yana men aytayin dedim, hech narsa hojat emas bizga buni zamat hojatdan aytayin dedim. Adima shuni o'zim ko'rib ketdik. Aydinmi? Qaysi xizmat jo'man Oysep? Yo, baxayr bo'lsin. Xayr Baxayr bo'lsin. Assalomu alaykum. Umar Xudo xayr.